Agar siz farzandingizni ko'ra olmayotgan bo'lsangiz yoki o'zingizni qaramog'ingizga ola olmayotgan bo'lsangiz, unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Kelib tushgan murojaatga ko'ra, ota o'z farzandini unga ko'rsatishmayapti ham va olishga ham to'sqinlik qilishyapti. Agar ko'rmoqchi bo'lib borsa, qaynotasi tomonidan ichki ishlarga murojaat qilib o'zidan shikoyat qiladi. Lekin ona bolani o'zini ota-onasiga tashlab, o'zi Toshkentga ishlayga ketgan, o'zi boshqa viloyatda yashaydi. Ushbu holatda nima qilish kerak? Ushbu holatda bolani olish uchun fuqarolik sudga ariza bilan murojaat qilinadi. Sud vasiylik va homiylik organi psixologlarni jalb qilib, o'sha holatni o'rganib berishdi bo'yicha ajrim chiqaradi. Ushbu organlar tomonidan otani sharoiti o'rganib chiqiladi. Bolaga nisbatan tarbiyasi, ta'minoti, shart-sharoitlari yaxshi darajada bo'ladigan bo'lsa, yetarli darajada bo'ladigan bo'lsa, unda bolani otaga olib beradi. Chunki otani bolaga nisbatan huquqi 3-shaxslardan ko'ra ko'proq. Ya'ni bu biologik ota hisoblanadi va bolaga nisbatan huquqlari bor, bolani olishga haqli. Ushbu holat bo'yicha agar sizga yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling, sizlarga huquqiy maslahat ham beramiz va amaliy yordam ham ko'rsatamiz.